Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytab Studio. Bugungi videoda men sizlar bilan Windows 11 ga VirtualBox yordamida Kali Linux 2025 ni o'rnatishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va Windows kompyuteriga VirtualBox Kali Linux ni o'rnatishni o'rganamiz. Biz Kali Linux ni virtual mashinaga o'rnatganimiz sababli kompyuterimizda hardware virtualizatsiya yoqilgan bo'lishi kerak. Odatda bu funksiya standart holatda yoqilgan hisoblanadi. Agar bu funksiya yonmagan bo'lsa, BIOS sozlamalarga o'tib, virtualizatsiya bo'limiga o'tib, enable tugmachasini bosishimiz kerak bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin shuni aytmoqchimanki, biz Kali Linuxni Windowsning ichiga o'rnatamiz, lekin alohida virtual muhit ichiga o'rnatamiz. Bu Windowsimizga hech qanaqa ziyoni tegmaydi. Brauzerni ochib olib, VirtualBox yuklash olish sahifasini ochamiz va Windows Host tugmachasini bosib, VirtualBox Installation programmasini tortib olamiz. Hamma silkalar video opisaniyasida bo'ladi. Keyingi ikkinchi link orqali Kali Linux ISO faylini yuklab olamiz. Standart ISO faylini yuklab olamiz. VirtualBox va Kali Linux ISO ni yuklab olganimizdan so'ng biz VirtualBoxni ustanovka jarayonini o'tishimiz kerak. Keyin VirtualBox Installer programmasi ochilgandan so'ng ekrandagi ko'rsatmalarga ko'ra amal qilib ustanovka qilamiz. Bitta основной dalil tugmachasini bossak, o'zi ustanovka bo'ladi. Ana ustanovka jarayoni tugadi. Bu VirtualBox'imiz interfeysi hisoblanadi. Endi Kali Linux uchun virtual mashina yaratishimiz kerak. Sozdat tugmachasini bosib, bizga virtual muhitimizga nom beramiz. Bitta Linuxni distributivini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bizda bitta Kali Linux yo'q, shuning uchun biz Acer Linuxni tanlaymiz va davom etamiz. Ikkinchi punktga hech narsaga tegmaymiz va uchinchi punktda biz operatsion pamyat ajratamiz. Meni vaziyatimda bu 8 giga bo'ladi. CPU dan 4 ta beraman va keyingisiga o'taman. O'zi Kali Linuxga minimalniy eng minimum 20 giga ajratilishi kerak, zarur hisoblanadi. Va bu yerga 20 gigani kiritamiz va gotovo tugmasini bosamiz. Birinchi bosqich nastroykasi tayyor va ikkinchi bosqich nastroykasiga nastroyka tugmachasini bosib, общийda funksiyani двунаправленный qilamiz. Bu bizga Windowsdan kopirovka qilgan narsalarimizni Kali Linuxning ichida stavить qilishga yordam beradi. Displeyga o'tib, video pamyatini maksimalniga qo'yamiz. Nositelga o'tib, kontroller IDE ga o'tib, добавить tugmachasini bosamiz. Добавить tugmachasidan biz tortgan Kali Linux ISO formatini topib, выбрать qilamiz va pustoy diskni o'chirib tashlaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz bo'ldi. Bizni Kali Linuximiz ustanovka qilishga tayyor va запустить tugmasini bosamiz. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bizni ustanovka jarayonimiz boshlandi. Graphic Installer tugmasini bosamiz. Enter deb bossak, o'zi выбрать bo'ladi. Endi keyingisida tilni tanlaymiz. Menga hozir ingliz tili bo'ladi. United States. Biz hozir endi region tanlashimiz kerak. O'zbekiston regionini qidiramiz. Va mana O'zbekiston
Tak, bu punktni o'tkazib yuboramiz. Ikkinchisida bu yerda user nomini belgilaymiz. Continue va bu yerda parol o'rnatamiz. Bu punktda biz XFCE ni o'chirib, Genome yoqamiz. Ustanovka jarayoni 15-20 minut davom etadi va bu jarayonda men 100x ga qo'yib o'tkazib yubordim. Mana virtual boximizga Kali Linuximiz o'rnatildi va перезагрузка bo'ldi. Endi yonish arafasida. Mana do'stlar, biz Kali Linuximizga VirtualBox'da ishlatib oldik. Tepadagi bo'limdan vid bo'limidan full screen ni tanlaymiz va ekranimiz kattalashadi. Ves ekran bo'yicha bo'lib qoladi. Endi VirtualBox'imizga Juices Edition o'rnatamiz. Bu 3D acceleration, clipboard sharing ni qo'shib beradi bizga operatsion tizimimizga va operatsion tizimimizni VirtualBox'ga moslashtirib beradi. Avval biz operatsion tizimimizni yangilab olamiz. Update va upgrade ni bosib va перезагрузка qilamiz. Endi do'stlar, Juices Edition o'rnatamiz. Terminalga kirib sudo update mana shu zaprosni yozamiz. Va biz устройство tugmachasidan подключить obraz degan knopkasini bosib, endi file managerni ochamiz va CD disk ochamiz va fayllarni documents papkaga ko'chiramiz. Terminalda documents papkaga o'tamiz. Fayllarga ruxsat beramiz va ishga tushiramiz. Yes deb tasdiqlaymiz. Operatsion tizimimizni yana перезагрузка qilamiz. Mana do'stlar, operatsion tizimimiz ishlashga tayyor va ko'rib turganinglardek, hozir o'rnatgan narsamiz orqali bizni operatsion tizimimiz juda tiniq va silliq ishlashni boshladi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosamiz. Videomiz oxiriga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.